Ya. Hammaga salom. Yangi kanalim Playga xush kelibsizlar. Va yangi obunachilar, yangi do'stlar. Va yangi videoga kirdinglar, endi obuna bo'lishga majbursizlar. Bilmayman ammo. Videoga nima uchun kirdinglar o'zi? Obuna bo'lish uchun kirdinglar. Ha, kim chiroyli qo'yish. Nomidan ham bilgan bo'lsanglar kerak. Kim u 100 yil chiqsa yashaydi, davay. Sen yoqqa boraman, bu yoqqa boraman. Montaj dahshat qilaman men. Montaj bilmasligi ham mumkin video. Da, unda videoni boshlaymizmi? Bitta ko'ringlar, sen qaysi blokdan qurishing? Va bizning mehmonimiz Zekin Minecraft doimgidek. Zekin. Bitta ko'raylik, sen qanaqa blokdan qurishing. Hozir obunachilar videoni mana. Nima deysan? Nima deysan? Qanaqa blokdan qurishing so'zlarni shuncha. Ha, unaqa deysanmi? Men sening unaqa masalada obunachilar 5 soniya. Mana, mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi endi. Ha, qo'lingda qanaqa blok o'yinsan? Qummi? Yo'q. Yo, men qurishim. Mayli, xullas. Bak bu. Bak. Men uyimda qurishni boshladim, qarama. Videoga qo'yib topamiz. Mana uyimizning ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi endi. Normalni biz uchun. Mana bu yerda eshik qilamiz. 3 talik yo'q, bo'lmaydi 3 talik. To'xtanglar, videoni pauza qilish. Ana endi normalni bo'ldi. Xo'sh, uyimizdan shunaqa tagi bunaqa bo'ladi. Va tagida plitka terib chiqilgan bo'lishi kerak, mayli. Mana shunaqa plitkalar terib chiqilgan. Endi taxtadan qo'yilmaydi endi. Shunday chiroyli uyda nima uchun taxtadan qilamiz? Mana bunaqa blokdan qilsak nima bo'lar ekan? Obunachilar? Shu blokdan qilsam. Mayli, shunaqa bo'ladi. Ne uyim mana bunaqa blokdan bo'ladi. Xuddi hayotdagi uylar bo'ladi, bunaqa kraska bo'yalgan bo'ladi. Qizil kraskaga bo'yaganmiz uyimizni. Shu tagida bunaqa chiroyligina plitkalarni terib qo'yganmiz. Bu yerda bunday qilib qo'ysam, keyin bunday qilsam. Hozir ko'rasizlar-da, uyni obunachilar hozir bo'lmayapti, bilaman. O'zimga ham yoqmayapti boshlanishi. Sen katta uy quryapsanmi? Albatta. Men razmerimni bitta ko'rayimda razmerimni. Men unday qilmayman, o'zim mana bunday qilsak. Bunday qanaqa bloklardan ishlatyapsan o'zing? Men hech kim ishlatmagan bloklarni ishlatyapman. Hech kim. Men g'ishteryapman. Mana bunaqa blokdan ishlatganmisan? Yo'q, men g'ishteryapman. Endi derazasini qo'ysak, to'g'ri bo'ladi-da, shunaqa iste'mol. Mana bo'ladi. Bunday qilsak-chi. Normal. Yana bitta ko'tarsak. Bu kanal yaqinda ochilgan, to'g'rimi? Yaqinda ochilgan. Yangi kanal bu. Obunachilar, sizlar bu kanalni tezroq ko'tarishinglar kerak. Mana biz Zekin Minecraft'dan o'tib ketishim kerakmi? Mendan o'tishing emas. Yangi kanal bu. Qachon ochgansan kanalni? 2025-yil 25-aprel payti ochganman. Ha, o'sha payt ochgan. Sen esa kechagina ochding, Kecha ochgandi u kanalni obunachilar. Endi obunachi yo'q ekan deb mazzoqlar qilish yo'q. Ha, chunki kecha ochilgan kanalga sizlar ham ochganinglardan unday ko'payib ketdi. 4 obunachi qo'shildi zatto. Qachon? Kecha ochganingda 4 obunachi qo'shildi. Ha, sizlarning kunday bo'lmagan. Eshigimiz chiroyli qildik, qaranglar, yarqirab turishini. Mendan chopma. Men sendan chopmayman, yo'q, ikkita uy quryapti. Ikkita uymi shu? Xo'sh, bu yoqda nima qo'ysak? Arzon aytilyapti. Qo'yganda gapirmasga majburman. Soat 1 bo'ldi.
Уже oblastlar mana qancha qo'yib bo'ldik. Meniki qara. Men seni uslublaringni bilaman. Menga o'tmaydi bunaqa qiliqlaring. Xo'sh, uyimiz yaxshi. Mana, normalni boshiga, mana. Ana, normalni oblastlar. Nimasi yomon? Yomon deb yozib taylamaysiz endi. Mana bu yog'ini sal boshqacha qilaylik, yo'qmayapti shu tomoni. To'xtanglar. Mana bunaqa blok uyimizga mos keladimi yo'qmi oblastlar aytib qo'yinglar. Mana ajoyibgina mos keldi. Ana shunaqa blokdan qo'yamiz endi. Ularni qarshi bo'lmasa kerak bunaqa blok qo'yishga. Mana deyarli uyimiz 0 dan 1 dan debman. 100 dan qanaqa 100 dan 50 dan 50% 50.0% tayyor bo'ldi. 50.0%. Obunachilar endi kunduzni bo'lishini Tomga ham dahshat qo'ya keldi. Mana qilsam zo'r chiqar ekan. Plitkalarni terib. Shuna kvars, nima? Plitka deyman, plitka. Kvars. Kvasni plitka deyman. Oppoq, chiroyli plitkalarga o'xshaydi-da shu. Shuncha aytyapman. Mana aylantirib qo'yib chiqamiz. Zeker sen nechidan necha foizini qo'yding? Men 50. Meniki 100 dan 0%ni qo'ydim. 0%ni qo'ydingmi? Yo'q. Biz esa 51%ni qo'ydim. Tushunaymi? Men esa 50.0%ni qo'yib bo'lgandim, 50.10%ni qildim. To'ygacha klipga qo'yganiga zekernaykov klipga qo'ygansan deb mazoqlamaylar endi. Mayli. Ichiga juda ham ko'p xonalar bo'ladi. Sizlar bilmaysizlar, bu dacha qitaylaydi. Faqat derazasi Anim 9 videosiga qatnashgan paytda derazasi qolib ketgan ekan. Anim 9 bilan bilaman. Video ola olmayman-da, lekin olishga vaqtim bo'lmaydi. Mana tayyorlab bo'ldik uyimizni, tepasini. Lekin hali tayyor bo'lgani yo'q. Sen ham dacha qilib tashlaysan. Yo'q, men dacha qilmayman, просто uy bu. Yo'qda endi ichiga bezak beramiz. Bezak. Yo, yana bitta ko'taraylik yaxshi bo'ladi, lekin yana bitta ko'tarsak. Yo, normalmi shu ham? Mayli, yana bitta ko'taraylik, hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa qilmaydi. Kvaslarni qo'yamiz. Hali ham 51%ni qo'yganman. Nima? Lekin ko'p narsani qo'yib tashlasam 51% deb qo'yaman. Men esa 50.50%ni qo'yapman. To'g'ri aytsan, 50.50%ni qo'yaman. Hozir ish qilmabman, teshikdan kirasdim. Teshikdan kirasan sen. Seni usulingni bilaman. Endi plitkalarimizni terib chiqamiz. Dacha qilish vaqti hali kelgan yo'q, lekin o'zimcha qilib tashlayman. Sen past gapiryapsan, gapirmagin. Mening baland ovozim senikidan baland oblashlar aytib olinglar. Seni ovozing unkidan baland chiqyapti deb. Yozib olinglar, yaxshi chiqadi. Ovoz past tushyapti-da videoga. Video o'zining videosiga ham shunday past gapiradi videosiga. Men piramida qilib qo'ydim-ku boshini. Ustini. Mayli, bo'ladi endi. Mayli, chidaymiz. Sindirib taylamaymiz. Shuncha mehnat qildik. Lekin nima uchun sindiramiz? Mehnatni sindirmaslik kerak. Hoppa, ajoyib chiqdi uyimiz. Endi dizayn, ya'ni interior bilan shug'ullanamiz. Ichkariga kiramiz. Qorong'i ham emas. Yana bitta deraza qo'shib olamiz mana bu yerdan. Mana. Derazasini ham bezatamiz hali bu. Prosta oddiy deraza bo'lmaydi. Sizlar oddiy derazada bo'layotgan bo'lsanglar, bu oddiy bo'lmaydi. Biz oddiy derazasi bor narsalar qilmaymiz. Ushtalik qilib olaylik. Mana ana endi ajoyib bo'ladi. Bunisini ham ushtalik. Ana endi men uyni dizaynsiz holati bo'lsa, hozir 50 dan Xolodilnik quramiz, muzlatgich quramiz mana yerda. Mana eshigi, bunday bo'lmaydi eshigi. Xolodilnikimiz oq bo'ladi, shuning uchun oq eshik qo'yamiz.
Mana yo'ysam, bunday qilib qo'ysak mana. Xolodilnikimiz tayyor. Shuni ochib biz bo'lib olaverdik ichidan. Mana bu yoq ochilmaydi bu xolodilnik. Muzlatgich. Bunday. Mana bu yerni sindiramiz. Da kvas blok qo'yamiz mana bu yerda. Kvas blok mana buni sindiraylik. Hoppa, endi tayyor. Endi bu yerda sandiqlarimizni qo'ysak, tipparagisi ham ochiladi mana. Minus bo'lmaydi keyimizda, minus bal bo'lmaydi. Buningizda ovqatlar bo'ladi pishirishga mana bularni. Endi biz bu xona oshxona bo'lsa, mana bu yerda qo'l ham yuvadi endi. Yo'q, kuxne qani. Oshxonada axir kuxne bo'ladi, faqat mana bu bo'lmaydi. Gaz plita edi bu prosta. Mana ochiladigan qanimi? Ochiladigan narsasi hozir videoni pauza qilib. Chidasa bo'ladigan kuxneni tayyorladik. Endi tepasini tashlab bizga shkaf yetishmayapti, shkaf. Uni esa mana buni tagiga qilsak ham bo'laveradi. Chunki mayli bo'ladi, shuni tagiga ham qilsak ham. Mana shkafimiz mana shu yerda kiyimlar bo'ladi. Mana bu yerga eshik qo'yamiz. Mana buni sindirib, bu yerda kvas blogimiz zinachamizniki bo'ladi. Va bu yerda mana buni qo'ysak, mana shkafimizni eshiklarini qo'yamiz mana bu yerda. Hoppa. Mana ochamiz. Endi esa kiyimlarni qo'yamiz. Mana kiyim. Endi bu yerda kiyimni mana bunaqa qo'ysak ham bo'ladi bu xonaga. Mana bu e'tibor bermaslar bunaqa narsani. Nimaligini bilasizlar? Axir bu hojatxona. Bunday qilib bumagachasini qo'yamiz. Qog'ozini, yo'q, bunday emas. Mana qog'oz tayyor. Shuni olib qog'oz bilan nima qilishni bilasizlar? To'xtalar, noter qo'ydim. Hamma biladi nima qilishni. Chiq aytaymi? Yo'q. Kulgili video xolos. Bunaqachasini qo'ymoqchiman-da. Mayli, chidasa bo'ladi bunday qilib qo'ysak ham. Men hali bo'lmabman. Nima? Men hali bo'lmabman. Chin aldi boribman. Yo, to'g'ri. Bo'lgan endi. Men ham bo'lganim yo'q. Hali men bunaqa narsa qo'ymoqchi edim men o'zi. Mana bunaqa narsa qo'ymoqchi edim. Buni ichida esa suv bo'ladi. Yo'q, suvni bu yerda emas, mana bu yerda qo'yamiz. Mana shu yerda suv. To'xtanglar, adashib ketdim. Videoni pauza qilay. Baqa berishni boshlaymiz. Seni o'yindan boshlaymiz. Bu tashqi ko'rinishi bo'ladi. Endi ichkarisiga o'tamiz. Eshik joyini qabaylar zo'r. Xo'sh, mana o'xdi. Qancha xona qo'ygansan o'zi? Sen ko'rding, men senga yomg'ir chaqirish usulini bilaman. Endi men seni uyingda ustuni mana yerdan qara, chiroyli. Balkonni qara, balkon. Yo'q, balkon eshik nega yopiq? Ha? Yopiq emasmi? Devor. Mana eshik yopilib qoladi agar blok qo'ysam. Shuncha eshik qo'yganman bu yoqqa. Nima qilyapsan bu yerda? Qoch, men o'tiraman bu yoqqa, qoch. Qama! Ichkariga kir. Kir bu yoqqa. Gilamlarni ko'rsanmi, mazza qilib berni. Uxlaysan, keyingi qavatga chiq. Mana shkaf bu yerda, shkaf bor. Ichiga kiyim bo'lish kerak edi. Nima buzding bu yoqda? Men buzmadim. Sen buzding. Demak, tepaga chiqamiz endi. Tepaga qavatimi? Qara. Ajoyib narsalar, sandiq hech biri yo'q. Mana bunaqa balkon baqara, balkonga mazza qilib tomosha qilasan. Keyin pastga tush. Hamma xayrlashamiz endi. To'xta, tashqariga chiqaylik. Voy, buni qilmam bu yerda mana qo'yinglar, bo'lmaganini qara. Bo'lmaganini qara. Keyin kichaman. Jim o'tir. Xo'sh, kelib yerda endi. Xayr deb qo'yasiz. Sizlar bilan menejer Vixman. Graf bo'ldim. Hammaga xayr. Sizlar bilan menejer Play bo'ldim. Hammaga xayr deyman. Hammaga xayr ko'rishguncha. Obuna va like bo'ldinglarmi? Albatta obunashlar. Albatta bo'linglar. Obuna va like, kommentariylardan kutib qolaman. Kimniki chiqqan ballistimida ikkalamizga ham baho beringlar va pastdan kim yutganini yozib qo'yinglar. Yo, senikiga baho bermabman. Senikidan 10 dan 0gacha 8. 8 nega olmas? 8. Yo'qmadimi?
8'da shu. Ha 8 mi? Ha. Tualetda. Hammaga xayr deb qolamiz. Sizlar bilan men esa